Bugun dunyoning eng boy odamlari ro'yxatida 25 ta rus bor. Ular dunyoga yaxshi ko'rinish uchun Chelsea, Everton kabi mashhur futbol klublarini sotib olishyapti. Dunyoning e'tiborini qozongan bu odamlar Yeltsin ishni davom ettira olmasligini ko'rishgach, yangi partiya tuzishga bel bog'lashdi. Bular aloqada bo'lgan ikki ism bor edi: George Soros va Henry Kissinger. Ammo Putin ularning hamma o'yinlarini buzdi. Hokimiyatga kelgan Putin xususiylashtirishni to'xtatdi. Armiyani avvalgi holatiga keltirdi va neft bo'yicha eng katta tashkilot Yukasning rahbari Xodorkovskiyni qamoqqa oldi. Shundan so'ng Abramovich boshchiligida boshqa boylar qochib ketishdi. Yukas yana davlat korxonasiga aylantirildi. Amerika yana Rossiyani butun jahonga xavfli o'lka sifatida ko'rsatishni boshladi. Bugun aloqalari yomon. Amerika Rossiyaga tahdid qilgach, Putin yangicha yadro qurollarimiz bor deya boshladi. Avval Xitoy va Hindiston bilan ittifoqni mustahkamlab oldi. Keyin esa Turkiya bilan strategik hamkorlik shartnomasini imzoladi.